Santexnikada shu 3 ta xato sizni kelajakda juda katta xarajatga olib keladi. Birinchi narsa usta tanlashda. Tajribali usta proyektni avval ko'zdan kechiradi, joyiga qarab aniq chizmalarda yechim beradi va ish tugagandan so'ng sistemani albatta puxtalik bilan tekshiradi. Ikkinchisi, mahsulotlarni har xil joylardan yig'ish, ya'ni har xil brendlardan. Bu holatda turli xil korxona mahsulotlari bir-biriga payvand qilinganda muammo yuzaga keladi. Ya'ni ikki xil brendning kimyoviy tarkibi har xil. Shuning uchun bir-biriga mustahkam birikmaydi. Uchinchisi, ishonchli joydan xarid qilmaslik. Iloji bo'lsa mahsulotlarni rasmiy do'konlardan va ishonchli do'konlardan xarid qilinglar. Bo'lmasa mahsulot nosoz chiqsa, u do'kon javob bermaydi. Xo'p, sizda ham bundan boshqa qanaqadir santexnikada xatolar yoki muammolar kuzatilgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Unutmang, santexnika bir necha yillik emas, bir necha 10 yillik loyiha hisoblanadi. Shuning uchun ishonchli joylardan xarid qilinglar.